Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Bugun men sizlarga kichkinakay bo'lgan chaqan banyani ko'rsatmoqchiman. Banyaning birinchi bölügi razyolka. Bu to'liq butelek. Bu yerga dag'in qo'yiluvchi narsalar bor. Ko'zga qo'yilish kerak, veselga qo'yilish kerak. Shunday bo'lsa dag'i ko'rsatib bermoqchiman. Şu hozirgi chiqqan yig'ishdan bo'lgan vagonkadan bu jasalgan. Bu pechkasi biro'sida sovuq suv, biro'sida issiq suv. Bu olsa uzaqa yotib boshqa qo'ygan podushka. Bu жақта атайын таш қойылған идеш. Ысық су, мұздақ су. Бұл жақта ешікче бар кішінекей. İçinde